Hop, exponential functions mavzumiz. Hop, bu ko'rsatkichli funksiya. Ko'rsatkichli funksiya. Kichli funksiya. Hop, men to'q nomerdagidan ishlab chiqaman. Sizlarning vazifangiz juft nomerdagi savollarni ishlab chiqish. Bu sizlarga, bu meniki. Boshladik. Birinchi nomerdan boshlaymiz. Bizda bu exponential functionning grafigi ko'rib turganimizdek 0 dan 2 dan o'tyapti. Xo'p, значит +1 qo'shilgan ekan. The graph of the f at x minus 1 is shown. Which equation could define function f deyapti. To'g'rimi? Yani bizda f at x kerak ekan. F at x degani bizda y +1. Yani o'sha funksiyaga ham birni qo'shishimiz kerak ekan. Chunki bizda y funksiya berilyapti. The graph y dan f at x minus 1 shown. Yani f at x funksiyadan bir ayrilganimiz shown. F at x topishimiz uchun o'sha funksiyaga birni qo'shib, solib qo'shishimiz kerak. Birni qo'shsak, biz bilamizki, o'sha grafik bir-birlik yuqori ko'tarilishi kerak. Yani parallel holda ko'tariladi. Bu yerdan o'tadi. Bir-birlik ko'tarilsa, bu xo'p 2 bo'lsa, mana bu yerda bo'lsa, mana bu yerdan o'tish kerak bu. Bunaqa grafik bo'ladi. Yani parallel holda bir-birlik hamma qismi ko'tariladi. Shunga to'g'ri deb qo'yamiz. Ya'ni meni qiziqtiradigan joyi 0 da 3 dan o'tishi. 0 da 3 dan o'tishi. Funksiyalarga x o'rniga 0 qo'yamiz. 3 dan o'tadimi degan savol bo'ladi. Ya'ni x o'rniga 0 qo'ysak 3 dan o'tishi kerak. Bittagina funksiya d joydagi funksiya bizda 2 darajasi 0 + 2 imiz 3 bo'ladi. O'sha 3 dan o'tadi. Bu 2 dan o'tadi. Bu вообще 0 bo'ladi. Bu 1 bo'ladi. Bular kirmaydi. Ya'ni d javobni o'zi bizda javob bo'ladi ekan. Men javoblarni ham ochib olay. Xo'p, shunda men birdan tekshirib ketaveraman. Xo'sh, sevitda turuvdi. Mana kitobimiz va men javoblarni ochdim. Javoblar 1 d javob to'g'ri ekan. Hop. Yana 3-chi savolga o'tamiz. 3-chi savolimiz. Hop. An acceptable noise criterion. Acceptable degani o'sha qabul qilinishi mumkin bo'lgan. Rating for the background noise in the laundry room is 50. Hop. For noise criterion rating of 50, the equation y-22 mana bu funksiyamiz, equationimiz, tenglamamiz gives the estimated sound pressure level. Yani bu o'sha sound pressure level'ni formulasi ekan. Yani sound pressure degani o'sha ovoz bosimi formulasi. Y in decibels. Hop. As a function of the octave band, center frequency is in hertz where bu 60 dan katta bo'lishi kerak ekan. Which of the following is the best interpretation of 47? 47 nimani bildiradi deyapti. Barda ham 60 dan katta. Значит, 47 nimani bildiradi? Bu degani bitta javoblar ko'ramiz. Xo'p, 47 is the 47 is the 20 listen the estimated sound pressure level in decibels at an octave band center frequency of 60. Xo'p, solib ko'ramiz. O'sha octave band 60 bo'lsa, bizda mana bu octave band x deyapti-ku. Octave band bu x'imiz. O'sha bizda 60 bo'lsa, o'shani 22 ana deyapti, kichkina deyapti. Solib ko'rsak, y teng 22 ko'paygan. Bu o'rniga 60 qo'ysak, daraja 0 bo'ladi, 1 bo'lib qoladi. Ya'ni bu 1 qo'shilgan 47. Ya'ni biz 59. Ya'ni o'shandan 22 ga les. Bu to'g'ri. To'g'ri, boshqa javoblarni qarab chiqamiz hozir. 47 is ikkinchi javob qarayapmiz, B javobga. Ya'ni bizda 47 is 20 less than the estimated sound pressure level in decibels at an octave band center frequency of 0 Hz. Yo'q, 0 Hz ni qo'ymaydi. Agar 0 Hz qo'yadigan bo'lsak, bu bizda chiqadi ikkinchi qiymatimiz 22 ko'paygan. Xo'p, 0.997 darajasi -60 qo'shilgan 47. Mana bu son 1 dan katta son ketadi. Mana bu sonimiz bu 1 dan katta va 22 ga emas, 22 dan kattaroq songa kichik bo'lib qoladi. Bu bizning javobimiz xato javob.
Keyingisi create is estimate sound pressure level in decibels in octave band center frequency of 60 yo'q. O'sha octave band 60 da bizda x o'rniga 60 qo'yadigan bo'lsak, bu yerda tenglamani o'rniga 60 qo'yadigan bo'lsak, bu bizda chiqadi 22 qo'shilgan 59 bo'ladi. Ya'ni bizda o'sha sound pressure'imiz 40 emas, 59 teng bo'ladi. Shuning uchun bu javobimiz ham xato bo'ladi. Va D javobimiz create is estimate sound pressure level in decibels in octave band center frequency. Bu takrorlanganmi ikkalasi? Ma'mulan yo'q, takrorlanmagan ekan, boshqa javoblar ekan. Xo'p, xullas javob A javobda. Prosta qo'yib ko'rdim, hisoblab ko'rdim, bo'ldi. Menda xo'p, a function of the octave band center frequency in hertz deyapti. Yani Gersda bu. 60 dan ketdi. O'shanga sonlar qo'yib ko'rdim, qaysi bir ma'qul to'g'ri kelsa, o'shani javobni olyapmiz. Boshqa javob bo'lmayapti bu yerda. Shuning uchun javobimiz A javob ekan. A javoblar qarab qo'yamiz, to'g'ri ekan A javobimiz. Keyin 5-siga o'tamiz. 5-siga. Which table could represent value of x and their corresponding value of f at x for a decreasing exponential function? Decreasing degani bizda kamayuvchi degan. Decreasing. Biz bildik, y teng a darajasi x funksiya bo'lsa, agar a miz 0 1 orasida bo'lsa, funksiya decreasing. Agar a miz katta 0 bo'lsa, funksiya increasing. Bu decreasing, bu increasing. Shunga e'tibor qo'yinglar. O'suvchi, kamayuvchi. Ya'ni x o'sgan sari y'imiz kamayish kerak hozir decreasing bo'lgani uchun. Lekin bu yerda masalan hozir bu 1 dan 2 ga, 2 dan 3 ga, 3 dan 4 ga o'syapti. Funksiyamiz ham o'sib ketyapti. Biz increasing funksiya yo'q. Mana bu decreasing bo'lib turibdi hozircha. Mana shu bo'lishi mumkin. Mana bu increasing turibdi. S javob sirazi yo'q. Bu 25 17 9 bu. Bu bizda sirazi bo'lishi mumkin. Bu ham chunki ana bo'lib turibdi-da. Decreasing. Mana bu ham decreasing. Lekin bu exponential function bo'lgani uchun bu 1 da 8 edi. Xo'p, 2 da 4 bo'lyapti, 3 da 2 bo'lyapti va 4 da 1 bo'lyapti. Xo'p, qanaqa funksiya bo'lishi mumkin? Bu funksiya bizda bo'lishi mumkin. Xo'p, 2 darajasi x minus 4 bo'lsa, yo'q. 1 taqsim qanday qilsa bo'ladi funksiyani buni? Ya'ni 1 da 8 qabul qilish kerak-da. Xo'p. 1 taqsim 2 darajasi xo'p x minus 4 bo'lsa, x o'rniga 1 qo'yganimizda bu minus 3 bo'ladi, 8 bo'ladi, to'g'ri bo'ladi. 2 qo'yganimizda 2 darajasi minus 2 bo'ladi, 4 bo'ladi, to'g'ri bo'ladi. 3 qo'yganimizda minus 1 2 bo'ladi, 1 4 qo'yganimizda 1 bo'ladi. Mana shu funksiya ekan. Ya'ni bizda mana shu exponential function ekan B javobdagi. D javobdagi bu har xil sonlarda bu qanaqadir bir narsa keltirish qiyin bu narsani. Exponential function 8 ga kamayyapti ekan. 8 ga kamayyapti. Bu menimcha bir liniy funksiya. 8 ga kamayyapti. Men mana shu liniy funksiyalarni isbotlab qo'ysak bo'ladi. Chunki bu 8 ga bir vaqt kamayyapti, bir xil miqdorda 8 ga kamayyapti. Exponential functionimiz linear function bo'ladi. Bu nega? Kx plus b ga qo'ysak toshkent tushadi menimcha bu. Birinchisi 1 y5 teng k ko'paygan 1 plus b. Ikkinchimiz 17 teng k ko'paygan 2 plus b. Xo'p, birinchisini ikkinchisini ayirib ko'rsak, 8 teng minus k, k teng minus 8 bo'ladi. Xo'p, k teng minus 8 chiqqandan keyin b ni topish qiyin bo'lmay qoladi. Birinchisiga qo'ysam, y5 teng minus 8 plus b va b miz bizda 37 chiqadi. Ya'ni bizda k, y teng funksiyamiz minus 8x plus 37. Xo'p, 1 qo'yganimizda bu bizda minus 8 plus 37 25 ni beradi. 2 qo'yganimizda 16 bo'ladi, ayirsak xo'p, minus 16 bo'lyapti. Ayirsak to'g'ri kelmadi bu. 4 qo'yganimizda 32 5 yo'q. Bir xil 8 ga kamayish kerak edi. Lekin bu aniq liniy funksiya, linear function. Bu exponential emas. Ana shuni noto'g'ri qo'yasizlar. Xo'p, B javobdagi aniq to'g'ri. Xo'p, 7-misolga o'tamiz. 7-misolga. The function f is defined by f at x teng a darajasi x minus b, where a and b are constants. The graph of the y teng f at x and the x-y plane passes through the point. Ya'ni bizda o'sha funksiyamiz o'sha 0 minus 5 va 1 2 tochkalarda o'tyapti. What's the value of a? Ani topish kerak ekan. Xo'p, bu qiyin misol emas, xuddi boyagi liniy funksiya ishlaganimizda ishlab ketaveramiz bu narsani. Ya'ni ikki tochkadan o'tishi formula qilib ketsak bo'ladi. Men yuqoridan yozsam, pastdan davom ettiraman. Xo'p, birinchi 0 5 ekan, 0 minus 5 ekan. Men bu tochkadan foydalanaman birinchi. Bu bizda minus 5 bo'ladi, qachonki x o'rniga 0 qo'ysam. Men bu funksiyaga qo'yyapman. Ya'ni a darajasi 0 minus b. Ikkinchimiz, xo'p, 1 2 bo'ladi, qachonki x o'rniga 1 y 2 bo'ladi. 2 teng
Xo'p, a darajasi 1 qo'shilgan minus b. Solib oldik va birinchi tenglamadan sirazi -5 teng 1 minus b kelib chiqadi. B chap tomonga 5 o'ng tomonga. Bundan b teng 6 kelib chiqadi. Ikkinchi uravneniyaga b o'rniga 6 qo'yadigan bo'lsak, bu bizda 2 teng a minus 6. 6 chapga o'tadi, a teng 8 degan xo'p ifoda kelib chiqadi. Bizda a'miz 8, b'miz 6 chiqdi. Nimani topishimiz kerak? What's the value of a? A'ni qiymatini topishimiz kerak. Bu bizda a'ni qiymat 8 ekan. A javob 7-chi javobga qarab qo'yamiz, to'g'rimi xatomi? To'g'ri ekan. A javob. Xo'p, keyin 9-savolga o'tamiz. 9-savol ham shu yerda ekan. Xo'p, 9-savol. Which table shows three values of x in their corresponding values if at x for increasing exponential function? Xuddi shunaqa boyagidek increasing exponential function bizda o'suvchi ko'rsatkichli funksiya deyapti. O'suvchi ko'rsatkichli funksiya. Ya'ni a bizda birdan katta bo'lishi kerak. Ko'ramiz, ya'ni x o'sgan sari y imiz ham o'sishi kerak. X o'syapti, y kamayyapti. Значит, bu emas. B javob. X o'syapti, y ham o'syapti. Bo'lishi mumkin, hozir ko'ramiz. Keyingisi x o'syapti, y ham o'syapti, bo'lishi mumkin. Bu kamayyapti, bo'lishi mumkin emas. Endi ko'ramiz. Bu 5 15 25, bu 5 15 45. Qaysi exponential function bo'la oladi? Xo'p. Ya'ni har bir o'zgarganda bu 10, 20 o'syapti, ya'ni 2 ga ko'payyapti. Bu har bir o'sganda bu 10, 30 ga o'syapti. Menimcha bu bir javob bo'ladi. Nega? Ko'ramiz. Chizib ko'rsak ham bo'ladi yoki xo'p, nima qilsak bo'ladi buni? 0 da 5 ekan. Buni biz qanaqadir a darajasi x plus 5 desak bo'ladi. Xo'p, bunga 1 qo'ysak 10 qo'shilyapti, 2 qo'ysak 20 qo'shilyapti. Bu x plus 5 mikan funksiyamiz. Agar x plus 5 bo'lsa, funksiyamiz bu 10x deylik, 10x. 0 qo'ysak 5 bo'ladi shunda. 1 qo'ysak 15 bo'ladi, 2 qo'ysak 25 bo'ladi. Ha, bu ana chiziqli funksiya ekan. Bu chiziqli, bu eksponensial emas ekan. Endi buni ko'ramiz. Ya'ni 10 ga 30 ga ko'payyapti. Buni qanday qilib? Xo'p, biz o'zimizga ma'qul yo'lda olib kelsak bo'ladi. Bu bizda 5 bo'lyapti, qachonki 0 qo'ysak. Ya'ni buni nima desak bo'ladi? Ya'ni 5 ko'paygan 3 ga va 9 ga ko'payapti. Ya'ni bu 5 ko'paygan 3, bu 5 ko'paygan 9. Ha, men buni bildim. Bu 5 ko'paygan 3 darajasi x ekan. X o'rniga 0 qo'yganimizda mana bu 0 qo'yamiz 1 bo'ladi. 5 ga 1 ni ko'paytirsak 5 bo'ladi. Mana bu javob. 1 qo'yganimizda 3 ni birinchi darajasi 3 bo'ladi. 5 kere 3 15 bo'ladi. Ikkinchi javob. 5 mana bu x o'rniga 2 qo'yganimizda 9 bo'ladi. 5 kere 9 45 bo'ladi. Bu uchinchi javob bo'ladi. Ya'ni bizda C javobimiz increasing exponential function bo'ladi. Uni aniq qanaqa topishdi? Qanaqadir formulasi yo'q menimcha. Xo'p, buni o'ylab topish kerak baribir. Bu B javob linear bo'lib qoldi. Linear increasing function bu C javobdagi xo'p, exponential increasing function bo'ldi. Exponential. E'tibor berib qo'yamiz. Xo'p, 11 ga o'tyapmiz. Xo'p, 11 bizda the function shown models the annual soil erosion rate. Annual degani har yil kuzatiladigan degani. Soil erosion rate. Soil degani bilmadim. Qanaqa erosionlik anavda yemirilish mana bu narsa. Erosion. Xo'p, nima bo'lgan taqdirda ham n tons per acre year. Ha, per acre year. Ya'ni n tons per acre year. Acre degani nima bizda? Acre. Sotiq bor o'sha narsa. Sotiq. Menimcha o'sha annual soil erosion rate. Ya'ni har yili yer yemirilishi shunaqa narsa. N tons per acre. Ya'ni har bir o'sha sotiqdan bir yer davomida erosion rate on use croplands X year since 1982. According to the model, which is the best interpretation of in this context. Yani bizda 10 deyapti mana bu yerda. Yuqorida 10 qo'yib, mana shuni nima bildiradi deyapti. Solda o'qiymiz yana bir marta. The function shown models the annual soil erosion rate n tons per acre year. N tons per acre year. Xo'p, 1982-yildan boshlab ekan, to'g'rimi? Endi masalan 0 qo'ysak, x o'rniga 0 qo'ysak, bu 1982-yildagi qiymati bo'ladi.
1 qo'ysak, значит 1, 2, 3 ham bizda har 1 yil qo'shilib ketaveradi-da. Bo'lsa har per acre year deyapti. Har yilda o'sha 1 sotixga to'g'ri keladigan erosion rate bu. Endi 10 ni qo'yyapti bular x o'rniga, 10 ni qo'yyapti. Значит 10 yildan keyingi bo'lish kerak. Ya'ni 1980 bu 92 bo'lish kerak. Bu 82, 10 ni qo'shamiz 92 bo'ladi. Javobimiz yoki B javob yoki D javob bo'ladi. Buni ko'ramiz. The number of acres of used cropland int. The number of acres emas. O'sha erosion rate deyapti bu, acre deb bermayapti bu. Erosion deb beryapti. The annual soil erosion rate, n tons per acre per year in the. O'sha 1992-yilda to'g'ri keladigan erosion rateimiz, ya'ni o'sha yerda yemirilishi bu. O'sha 1992-yilga to'g'ri keladigan. Tushunarli-a? Ya'ni 10 yildan keyingi 1992-yildagi erosion rate, yerda yemirilish o'sha formula bilan hisoblanyapti. Bizda 11-javobimiz D javob ekan, to'g'ri javob belgilabmiz. Keyingisi. Xo'p. A savings account is opened with an initial deposit of $6,000. 6,000, mana virgul bo'lsa 1000 bo'ladi, nuqta bo'lsa xuddi boyagi decision drop bo'ladi. 10lik kasr. O'shanga e'tibor berasiz. Initial deposit degani boshlang'ich depozit. O'sha boshlang'ich pul qo'yilishi bu. The amount of money in the account 10 years after the initial deposit is given by the function. Xo'p. Ya'ni bizda initial dollar pul qo'yilgandan keyingi o'tishi funksiya bilan berilgan. Which of the following is the best interpretation of the statement if fish is approximately equal to in this context? The amount of money in the savings account it's opened with initial deposit. The amount of money in the account 10 years after the initial deposit. Yani 10 years. Yani o'sha qo'yilgandan keyin yil o'tgandan keyingi o'sha pulni o'zgarish. Bu bizda aytayapti F5 teng 6627/73. Ya'ni o'sha qo'yilganimizdan keyingi 5 yildan keyin o'sha hisobimizdagi pul miqdori bizda mana bunga teng bo'ldi. 6627/73 dollarga teng bo'ldi. O'shani topishimiz kerak javoblardan. Birinchisi, 5 years after the initial deposit, the amount of money in dollars in the account is bu to'g'ri. Javob to'g'ri. Javob to'g'ri qo'yamiz. Qolgan xatoligini isbotlaymiz. Every 5 years the amount of money in dollars in the account increase by. Yo'q. Bu bizda exponential rate bo'yicha ketyapti. Ya'ni 5-yilda mana shu pulga tengda bu. Bu har 5 yilda mana shunchaga o'sadi degani emasda bu. Bu boshqa tartibda o'sadi. Bu xato. Keyingisi. 5 years after initial deposit, the amount of money in dollars in the account has increased by. Yo'q. Bunchaga o'sdi emas. O'sha yildagi qiymatini beryapti bu. Savol bizda savings account is opened by initial deposit da the amount of money in the account years after the initial deposit by given. Ya'ni biza o'sha qo'yilgan pul qo'yilganimizdan keyingi yildan keyingi pul miqdorini belgilab beradi bu narsa. Ya bu shunchaga o'sadini belgilab bermaydi bu. Shuning uchun bu xato. Xo'p, every 5 years the amount of money in dollars in the account decreases. Yo'g'a kamaymayapti, bu o'syapti pulimiz. Bu ham xato. Javobimiz A javob ekan. Aniq javob. 10 javobga qarab qo'yamiz. A javob to'g'ri ekan. To'g'ri javob belgilabmiz. Keyin 15. Shartlar ko'p savollar ekan bu yerda. Xo'p, certain neighborhood had a population of 1130 in 2006. Each year for the next 5 years, population of the neighborhood increased by approximately 4%. Yani each year for the next 5 years, the population of each year har yilda for the next 5 years, ya'ni o'sha 2006-yildangi hisoblangan keyingi vaqt yilda 5 yil davomida o'shani populationni, ya'ni o'sha aholi miqdori 4% dan ko'payib bordi. Which of the following equation represents the population of the neighborhood 10 years after 2006? 5 dan kichik. Ya'ni har yili 4% dan oshib boryapti. Bizda bu 1.04 chiqadi. Yo'q, 1.04 ko'payish kerak u. Bizda miqdori 2006-yilda 1.130.000 bo'lgan. O'sha har yil 4% dan o'sish kerak. Ya'ni 1.04 ko'paytiramiz. Darajasi T bo'ladi. Agar biz T o'rniga 0 qo'ysak, qiymati birinchi 2006-yildagi qiymat bo'ladi. Ya'ni bu 1 million, mana buning darajasi 0 qo'yganimizda 1 da o'sha darajasi. Ya'ni 1130 ta bo'ladi.
1 qo'yganimizda bu 2007-yilda qiymat bo'ladi. Ya'ni bu o'sha 1130 ni 1.04 ko'paytiramiz. Bu degani 4% ga oshiryapmiz degani 1.04 ko'paytirish. Keyin agar 2 qilsang 2008-yilda qiymat bo'ladi. Bu bizda 1.130 ko'paygan 1.04 kvadrat. Ya'ni o'sha 1 yil oldingi qiymatga yana 1.04 ko'paytiryapmiz-da. Yana 4% ga oshirishni bildirib turibdi. Ya'ni tenglamamiz bizda mana bu ko'rinishda bo'ladi. Tenglamamiz mana bu ko'rinishda bo'ladi. Shu javob topamiz biz hozir. Xo'p, bizda bu kamayib ketadi. C javob to'g'ri bo'ladi. Va bunaqa bo'lmaydi. Bunaqa emas. Chunki mana shu qiymatimiz har yili 1.04 ko'paytirish kerak. Marta ko'payishi kerak. Ya'ni 4% ko'payish uchun. Shuning uchun C javob to'g'ri keladi. 15 ga C javob to'g'ri ekan. Endi 17 ga o'tamiz. 17. Bu hammasi masalali lekin yoki shunga sal qiyinroq bo'layotgan bo'lishi mumkin. Xo'p, f da funksiyamiz bor. F da funksiyamiz bor. The given function f models the number of catalogs a company sent to their customers at the end of each year. Ya'ni bizda kompaniya bor ekan, o'zining customerlariga, o'zining foydalanuvchilariga har yil oxirida xo'p, jo'natar ekan. Where t represents the number of years since the end of the. Bizda timiz 1995-yilda oxiridan hisoblanadigan o'sha vaqt ekan. End bu 0 dan 5 gacha oraliqda qabul qilar ekan. Agar f teng if x is grasped in the diagram plan, which of the following is the best interpretation of the y-intercept of the graph in the context deyapti. Ya'ni o'sha funksiya hop y o'qini kesib o'tishini best interpretation o'sha nima desa bo'ladi? Nima ma'lumot beradi shu narsa deyapti-da. Ya'ni y teng 7067 darajasida. Xo'p, bu 0 dan 5 gacha qabul qiladi. 0 da bu nima bo'lgan? Exponential function. Bizda mana bu a qiymatimiz 1 dan kichik kamayuvchi funksiya bo'ladi. Xo'p, 0 qo'yadigan bo'lsak, bu 7000 mana bu yerda bo'ladi. 1 qo'ysak, o'sha 67% bilan kamayadi, 2 qo'ysak yana kamayadi, 3 qo'ysak yana kamayadi, 4 qo'ysak, 5 qo'ysak mana. Funksiya bunaqa kamayuvchi funksiya bo'ladi. To'g'ri? Agar aytdi, o'sha y o'qini kesib o'tish nuqtasi deyapti, nimani bildiradi deyapti. Mana bu nuqta. Bu nuqta bizda o'sha boshlandi-yu, masalan, 1995-yilda. O'sha rate boshlandi, to'g'rimi? O'sha rate boshlandi, o'sha boshlangandagi o'sini customerlariga jo'natilgan o'sha kataloglarni qiymati bo'ladi. Kataloglar qiymati. Yoza olamiz. The minimum estimated number of catalogs company sent to their customers yo'q. Xato. The minimum estimated number of catalogs company sent to yo'q. Xato. The estimated number of catalogs in the company sent to their customers at the end of to'g'ri. Lekin mana bu xatoda 1411 xato. Chunki biz o'sha yerda 7000 ta bo'lgan katalog jo'natilishi. Bu 1411 deydi. Bu ham xato. Bizda D javobimiz the estimated number of catalogs the company sent to their customers at the end of 1995 was 7000. Ya'ni o'sha 1995-yil oxiridagi o'zini customerlarga jo'natgan kataloglar anosi soni 7000 ta bo'lgan. Bu to'g'ri javob. D javob to'g'ri ekan. Javoblar qarab qo'yamiz, to'g'rimi, xatomi? 17-javob D javob deyapmiz, to'g'ri ekan. Bizning yechimimiz ham to'g'ri. 19 ga o'tamiz. 19 ga o'tamiz. In certain state, the population of peasants type of birds is estimated each year by counting the number of peasants observed along certain routes in the state. On average, each year from 2005 to 2015, the number of peasants counted per mile of road decreased by 3.5% of the number of peasants per mile of road the previous year. Har yil kamayib ketaveradi 3.5% dan. Xo'p, based on the average, if there were 6.97% per mile on road in this state in 2005, which was the following best approximate the number of peasants per mile in the 10 yildan keyin deyapti.
Bizda har yili 3,5% kamayib ketaverar ekan. In a certain state, the population of peasant, a type of bird, is estimated each year by counting the number of peasants observed along certain routes in the state. On average, each year from 2005 to 2015, the number of peasants counted per mile of road decreased by 3.5. Har yil kamayib ketaverar ekan. O'sha kamayishini yoshimiz kerak ekan. 2005-yilda 6,97 bo'lgan. Har yili hop 3,5 dan kamayib ketaverish kerak. 3,5 dan kamayib ketaverish uchun bizda, ya'ni bizda o'sha 3,5% bo'lsa 100 dan o'shani aytib olaylik. 3,5%. 96,5%, to'g'ri? Yozilishda bu 0,965 bo'ladi, to'g'ri? O'shanga vaqt ko'paytirib qo'ysak bo'ldi. Ya'ni agar 2005-yilda qiymat kerak bo'ladigan bo'lsa, t o'rniga 0 qo'yamiz. Bu bizda 6,97 chiqadi. 2006-yilda qiymat kerak bo'lsa, t o'rniga 1 qo'yamiz. Bu bizda 6,97 ko'paygan 0,965. Mana bu qiymatimiz bizda 3,5% kamaygandagi qiymat. Chunki o'sha 100% dan 3,5% ayir ko'paytiryapmiz. Ya'ni normal ifoda kelib chiqdi. Ya'ni mana shu ifodamiz bu hammasi uchun to'g'ri bo'laveradi. Ya'ni 6,97 bu boshlang'ich qiymat va 0,965 mingdan har yili 3,5% kamayib ketayotganini bildiradi. Javobimiz qaraymiz. O'sha 10-yildagi deyapti mana. Ya'ni bizda 2015-yildagi bo'lgani uchun t o'rniga 10 qo'yamiz. Chunki 2005 dan 2015 gacha 10 yil borda. O'shaning uchun. Xo'p, o'shandagi qiymat bizda 6,97, 0,965 darajasi 10 bo'ladi. Bu javob to'g'ri ekan. Ya'ni bizda 19-javobimiz qaraymiz. Qaysi javob ekan? D javob to'g'ri ekan. Biz to'g'ri javob berdik. Xo'p, men hozir 1 dan 20gacha ulgurdim ishlashga. Chunki men boshdagi ozgina texnik muammolar bo'lib qoldi. Meni planshetimda yonmay qoldi. Xo'p, sizlar bugun hisobidan o'sha mavzuni yaxshilab o'rganib, 1 dan 20-misolgacha bo'lgan juft nomerdagi savollarga javob berib tursalaring. Xudo xolasa ertaga men qolgan hammasini tushuntirib qo'yaman. Sizlarga bugunga kirish bo'ladi. Bu savol ham 100 tadan oshiq. Savol bizda 100 nechta edi? 120 ta ekan. Ertaga 100 ta misol ko'rar ekanmiz. Men 50 ta ko'raman, o'zlaring 50 ta ko'rasizlar. Men ertaga soat 5:30 yo 6 lardan boshlasam ham 50 ta ko'rishga ulguraman, xudo xolasa. Xo'p, hammaga omad, kunlaring xayrli o'tsin. Darslar qilinglar, yaxshi natija qilinglar. Xudo xolasa yaxshilikda, yaxshi kunlarda ko'rishguncha xayr.